ustoz, chiroyligimiz, mehribonimiz, suyukligimiz, bizga bergan bilimlaringiz, bizga bergan ilmlaringiz hammasi uchun rozi bo'ling ustoz. Dilimdan chiqayotgan gaplar mana shu yerga qizlarimizning nomidan hammasini dil izhorlarini jamlab sizga izhor qilamiz. Albatta bizda sizga atab qo'ygan kichkinagina syurprizimiz bor. Barokatli bo'lgan joylarda barokatli bo'lgan amaliyotni amalga oshirdik. Alhamdulillah. Amalga oshirishimizga bir tup xurmo daraxtini vaqf qilishimizga sabab bo'lgan Surayyo Kamilova Shukrullayevni otamiz bo'lar. Mashalloh, ularning nomlaridan Kakkapur shirkati bog'iga bir tup xurmo daraxtini ekilishini tashkillashtirdik. Alloh xolis bu qanaqa tashkilotki, yetim yetimlarni, miskinlarni ta'minotini oladigan tashkilot. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimda kim yetimni ta'minotga oladigan bo'lsa, inshaalloh oxiratda shunaqa holatda turamiz deb mana shu belgini ko'rsatdilar. Qarangki, bir qanaqa bir xursandchilikki, mana bu Surayyo opamizning nomlaridan bir xurmo daraxti ekilmoqda va yetim yetimlarni ta'minotga oladigan shirkatga inshaalloh qo'shilyaptilar. Bu opamizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh inshaalloh dargohida qabul qilsin. Bu opamizning umri kunlariga, rizqlariga, oilalariga, farzandlariga, kasbkorlariga Alloh o'zi barokat fayz bersin. Allohumma amin. Qarangki, qanaqa bir barokatli bo'lgan joylarda shunaqa yaxshi amaliyotlarni ular uchun amalga oshirishga mana sabab bo'layotgan Surayyo opamizning mana ost-ostiyor sentrlarini kollektivlari bilan o'z hissalarini qo'shishdi. Sizni o'ylab shunaqa harakat qilishgan ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh shu ayollar kollektivlari bilan inshaalloh birgalashib shu dargohlarga Alloh o'zi chaqirsin. Kasbkorligiga, oilalariga, farzandligiga barchalarni Alloh o'zi barokat bersin. Bunaqa vaqt amaliyotlarini bundan-da ko'proq amalga oshirishni Alloh o'zi sizlarga nasib qilsin. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Bu ekilgan daraxtimizdan pasportli nomerlar bilan kelgan. Xudo xohlasa borsangiz, o'sha joyga sizni mana shu nomerni ko'rsatsangiz, bemalol farzandlaringiz bilan borganda bemalol kirib aylanib chiqishingiz ruxsat berib bu sertifikatimizda Xudo xohlasa. Inshaalloh borganingiz rahmat. Kirib aylanib ishlarni o'rgatgan, hayotda saboqdosh bo'lgan sizsiz. Bizga motivatsiya bergan ham sizsiz. Bizning eng katta motivatorimiz har tomonlama ustozimizsiz, saboqdoshimiz. bizga bergan bilimlaringiz, bizga bergan mehringiz har doim qalbimizda abadiy yashaydi. Bersin, hech qachon kasal bo'lmasa, bizga doim bosh-qosh bo'lib yuring. Hozir ikki kuflet she'r siz uchun yozganman. Endi o'zim ozgina so'z qofiyalari kelishmagan bo'lsa ham yetib bermoqchiman. Siz mehribon ustoz. Qalbingiz nurga to'lsin, yuzingiz dilroz. Bizga bilim berdingiz, qildingiz e'zoz. Sizni ardoqlaymiz mehribon ustoz. Surayyo ustozim, sizga rahmatlar. Dilimizda faqat sizga izzatlar. Bergan bilimlaringiz, ilmlaringiz bebaho boylik. Sizga bo'lsin doim go'zal.